Sharq Turkistonda 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi bo'lgan Parlaq şirketining xo'jayini tutqun qilindi. Xitoyda atalmış parxorliqqa qarshi turish ko'rishi nomida boylar va ta'siri bor kishilarga zarba berish harakati davomlashayotgan bir paytda Sharq Turkistonda buningga diniy va milliy zulmlar qo'shilib, texmi qattiq ijro qilinmoqda. Yiliga millionlab kirim qiladigan Parlaq mehmonxonasi va Parlaq gilam shirkatining bosh direktori Kenjiroz Atishining 5 oy burun tutib ketilganligi va yig'ilish lageriga qamalganligi bildirildi. Uning nima uchun tutilganligi noma'lum. Amerika va Meksika chegarasida qapsilib qolgan Honduras ko'chmanlariga qarata Amerika prezidenti Donald Trump tanqidiy bir harakat qo'llandi. Trump ommaviy taratqularda Amerika chegara mudofaasi va Amerika armiyasini jiddiy holatga o'tishga chaqirganligi uqtirildi. Va armiyani jiddiy holatda chaqirdim. Bu davlat xarakterlik bir jiddiy holat dedi. Xitoyning muavin davlat raisi Wang Cheshan İsrailiya baş ministri Netanyahu'nun taklifiga binoan rasmiy ziyoratda bo'lish uchun Isroilga keldi. İsrailiya baş ministerligi tarafidan e'lon qilingan yozma bayonotda Wang Cheshan bilan Netanyahu va ikki davlat hayotlarining G'arbiy Quddusdagi baş ministerligi saroyida o'tkazilgan kechki ziyofatda bir arıga kelganligi bildirildi. Bayonotga asoslanganda Netanyahu Wang Cheshanga Isroilga xush keldingiz. Bu bir Xitoy rahbarining 18 yildan keyin Isroilga qilgan eng muhim ziyaratidir. Bu ziyoratingiz do'stligimizning taraqqiyotining namoyandasidir degan. Amerika prezidenti Donald Trump Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad ibn Salman bilan Qashqchi jinoyat haqida ko'rishdi. Trump Saudiya Arabistondan olgan xabarlardan mamnun bo'lganligini va Saudiya Arabistonga deloni tekshirish uchun bir oy vaqt berganligini bildirib, bu uzun bir vaqt, buningga kerak yo'q dedi. Xitoyning yezilik ministerligi Xitoyning o'xshash bo'lmagan joylarda Afrika cho'chqa zukumi virusi bayqalganligini e'lon qildi. Ministerlikdan e'lon qilingan bayonotda Xitoyning sharqiy qismiga joylashgan va muhim sanoat rayoni bo'lgan Zhejiang o'lkasiga qarashli bir shaharda elib berilgan tekshirishda Afrika cho'chqa zukumi bemorlari bayqalganligi uqtirildi.